Avvalla qalaysizlar endi? Oho, o'zgachasiz-a? Kiyimlar, mashinalar. Ha, uchrashuvdan qaytib Kim bilan? Ha, mahalladagi yangi qiz bilan. To'xtab turlaring, hozir gapirib beraman. Oho, kiyimlar. Qalaysiz? Bo'ldi. Xullas uyni oldiga bordim. Qarasam turgan ekan. Keyin aytdim, yaxshi qiz, men har kimga ham sevgi izhor qila olmayman, lekin sizni yaxshi ko'rib qoldim dedim. Voy, nima qildingiz? Ya, u ham aytdi. Men ham sizni bir ko'rishda yaxshi ko'rib qoldim. Biroq xushbichim, ko'rkam yigitni dedi. Yolg'on. Kim bor bagajda? Nima deysan? Ochsak aytaman. Ochsa aytar ekan. Salom alaykum, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Tez uyga hayda. Xo'p. 8 49 50. Qarachi mashinani moyka qildim. Keyin gaz ballonni bagajda to'g'irlab turdim. Bagajni birov pap etib yopdi-da, haydab ketdi-da. Bitta qiznikiga bordik. Ye. Bu yog'i nima bo'ldi? Sevgisi xorda eshitdingizmi? Qanaqa sevgisi xor? Salom alaykum yo'g'iga o'tmadik. Qiz xushbichimsiz, ko'rkamsiz demabdimi? Ko'rkam? Ha? Bu oynaga qarab o'ziga o'zi ishonmasa kerak, ko'rkamligiga. Gap deya olasizda. Vo! Aka, qo'lim og'rib ketdi. Bo'pti, tushir. Qilma shu. Lekin mashinaga boshqa teginma, tushundingmi? O'lib qopsan-ku. Yana uchrashuvga boramiz. Krasavchik. Men futbol ko'raman. Yur mashinaga. Haydaymizmi? Yo'q, Suyun Romeo, aytdim o'zanga o'xshamaydi-da. O'zing qiynashing qara. hammasi joyida. Ukasi xalaqit beryapti faqat. Gaplash unda ukasi bilan. Nima deyman? Men sen opangni yaxshi ko'raman. Bizdan ishga aralashma deymanmi? Ukasini lekin aldash kerak. Aldash? Bile 200 ming pul top ukasini hal qilamiz. 200 ming? 200 ming. Xo'p, nima qilamiz? Ukasini shunda o'yindan chiqarib tashlaymiz. Topa olasanmi? Ha? Bo'ldim, zo'r ideya bor. Bittada o'xshaydi. Ketdik. Yurlaring. Qani oling. Qani oling. Asli yemisizlar. Ayo, bizani qornimiz to'q. Bexijolat yevring, choy quyib beraman hozir. Bismillah. Rahmat, qornam to'ydi. 26 ta. Mazasi qalay ekan? Zo'r. Endi uka, sizdan bir iltimos bor edi. Nima? Mana shu do'stim suyundiq. Siz opingizni sevib qopti-da. U Alisanlardan 4 tagina shashlik bilan aldamoqchi bo'ldingmi? 26 ta, 4 ta emas. Jimtir. Opam shu paytgacha hech kim bilan gaplashmagan. Bundan keyin ham gaplashmaydi. Amin. Alloh akbar. Tez 200 mingim berdi. haqiqatan bilay, qorin to'ysa bo'ldi deb o'ylamman. Bunaqasi ketmaydi. Opasini o'zi bilan gaplashish kerak. Opasini o'zi sevib qo'ysa, hech nima qila olmaydi ukasi. Shunaqa dangal borbay, seni sevaman degan, qo'ynim bor degan. Unda bu yerda nima qilamiz? Shuni aytaman deb. Ketdik. Qani omin. Boshlab vaqtli bo'lsin, qo'sha qarsin. Allohu akbar. Iplos. Bitta ham shashlik qoldirma. Oydinmi? Bak shundoq kelib qo'ndi. Buni qo'yib yuborib bo'lmaydi. Kechirasiz, xalaqit berib qo'ydim. Nima yig'layapsiz? Ishingiz bo'lmasin. Rasmdagilar ota-onangizmi? Sizga nima? Ishingiz bo'lmasin dedim-ku. Taqdirimiz bir ekanda. Meni ham ota-onam yoshligimda ajrashib ketishgan.
Mana ularni sog'inib yig'lab turaman. Lekin bunaqa tepalik emas. Qorong'xonada eshikni qulflab. Hech kim ko'rishi kerak emas. Chunki men har doim kulib yuradigan, hazil qiladigan suyundiqman. Dardimiz bir ekanda. Meni ham ota-onam yoshligimda ajrashib ketishgan. Mana ularni sog'inib yig'lab turaman. Lekin bunaqa tepalik emas. Qorong'xonada eshikni qulflab. Hech kim ko'rishi kerak emas. Chunki men har doim kulib yuradigan, hazil qiladigan suyundiqman. Mana ota-onam ajrashishmagan. Ular bir kunda oyim ham, dadam ham avtohalokat tufayli vafot etishgan. Hozir hayotimda faqatgina ukam bor. Bu yo'lga qanaqa kelib qoldinglar? Ota-onam vafotidan keyin qarindosh urug'larimiz o'zini tortishdi. Hattoki detdomga ketib qolishimizga ham sal qoldi. Keyin tog'am bizani shu yerga chaqirdilar. Oydin, to'g'risi bu gap hali hech kimga yetmaganman. Qanaqa qilib etishni ham bilmayman. Xullas, men sizni bir ko'rishda yaxshi ko'rib qoldim. Men hech kim bilan gaplashishni xohlamayman. Sevishmayman ham. Mayli, majburlamayman. Faqat bir marta imkon bering. Bilmadim. Hammasi endi boshlandi. Tegma bu narsasiga. Bo'ldi. Uchrashuvda? Ha, nima dedi? Yo'q dedi. Yo'q deganing shuncha xursandmisan? Yo'q dedimi, demak u yaxshi qiz. Sen qayerdan bilasan? Ha degan bo'lsa yaxshi qiz bo'lmasdi u. Men gaplashmasdim. Qalaysan? Qalaysa? Havo yomon qizdiryapti-ku. Ha, uchrashuvdan ekan. Yana bagajdan kas chiqibdimi? Sen qulim bo'lishga tayyorlan. Menga farqi yo'q. Bilganingni qil. Baribir ura olmaysan. Afzalga ko'rsataman. O'zini. Tegma bu narsasiga. Bo'ldi. Uchrashuvda? Ha, nima dedi? Yo'q dedi. Yo'q deganing shuncha xursandmisan? Yo'q dedimi, demak u yaxshi qiz. Sen qayerdan bilasan? Ha degan bo'lsa yaxshi qiz bo'lmasdi u. Men gaplashmasdim. Qalaysan? Havo yomon qizdiryapti-ku. Ha, uchrashuvdan ekan. Yana bagajdan kas chiqibdimi? Sen qulim bo'lishga tayyorlan. Menga farqi yo'q. Bilganingni qil. Baribir ura olmaysan. Afzalga ko'rsataman. O'zini. Hey. Bu yo'lda nima qilyapsan? Senga nima? Sen nima qilsan? Men hazillashmayapman. Ishlab Oydinning oldiga kelmadingmi? Ha, Oydinning oldiga keldim. Oydin meniki. Meni yaxshi ko'radi u, tushundingmi? Tort qo'lingni. Oydin hech kim yaxshi ko'rmaydi. Kim aytdi senga? Nima qilyapsanlar bu yerda? Biza shu bitta narsani kelisha olmay turuvdik-da, ha? Bor uyingni oldida kelish. Bor, yo'qol. Sen bilan hali gaplashamiz. Ukasi yetmaganda Shurik qaydan paydo bo'ldi? Menimcha bilan talashmaganing ma'qul suyan. Nima talashmaydi? Sevgisi uchun kurashsa bo'ladi. Yondagi baquvvat bolalar nimadir qilib qo'ymasin deyman bunga. Shuning uchun qo'limizdan keladigan shart berishimiz kerak ularga. Musobaqa qilib, ha? Ha. Yaxshi variant. Qo'limizdan keladigani faqat dondonziki, boshqa
Ha, polvon. Albatta duxingiz juda baland-ku, ha? Hozir ham shunaqa. Oydin meniki, tushundingmi? Oydin seni ham, meni ham yaxshi ko'rmaydi. Shoshmanglar. Erkakchasi hal qilamiz. Musobaqa bo'ladi. Kim yutsa Oydin o'shani. Yutqizgan umuman o'rtadagi munosabatga aralashmaydi. Bo'ladimi? Xo'sh, nima qilamiz? O'zing tanla. Poyga qilamiz. Bo'ladi. Shuning uchun qo'limizdan keladigan shart berishimiz kerak ularga. Musobaqa qilib, ha? Ha. Yaxshi variant. Qo'limizdan keladigani faqat dondonzniki, boshqa Ha, polvon. Albatta duxingiz juda baland-ku, ha? hozir ham shunaqa. Gapni ko'paytirma, oydin meniki, tushundingmi? Oydin seni ham, meni ham yaxshi ko'rmaydi. Shoshmanglar. Erkakchasi hal qilamiz. Musobaqa bo'ladi. Kim yutsa Oydin o'shaniki. Yutqizgan odam umuman aralashmaydi. Bo'ladimi? Xo'sh, nima qilamiz? Bilmadik, o'zing tanla. Poyga qilamiz. Yuguribmi? Va deytski mashinada 3 kilometr, tushundingmi? Faqat ana Toshkentga kelganda qatnashmaydi mashinasi bilan. Bo'ladi. Faqat mashinam men haydayman. Sen haydashni bilmaydi. O'zingni damini ko'ryapsan. Nima farqi bor? Bo'pti, 12 da ko'rishamiz. Kech qolmalarni. Aytdim-da, dondonzniki yaxshi edi shu. O'zi nima poygaga ko'nding? Nima farqi bor? Men o'zimga ishonaman. Ota-bobom shopir o'tgan, amallaymiz. Sanki cho'chimaysan, mashinani qayerdan topamiz? Sevib? Ha, vallahi. 100% bo'ladi. Ilojini qilsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum. Ha, tinchlikmi? Ha, shu atrofda aylanib yuruvdik. Bir sizdan xabar olib ketaylik deydi. Ha, yaxshi. Ha, bizni Darmayt uka qayerda? Ha, u ham yuribdi, qishloqda, shu yuribdi. Yordamlashib yuboraylikmi? Yordam berasanmi? Mayli, bering. Choban shu. O'zingizga bir savol bor aka. Aha. Real Madridmi, Barselonami? Ha, bizga faqat Barselona. Oh, ana. Real Madrid ancha zo'r-ku. Olib kel baqa. Hozir urib bilmoqman. Yo, aka. O'zimiz ikkalamiz Barselonani muxlisimiz. Rostdan. Shunchaki sinab ko'rdik-da, qani? Bizga barsa. Yo, siz o'tiring. Ha, o'tiring. Bitta savollar bor edi. Ha. Ushalmagan orzungiz bormi, aka? Ushalmagan orzu? Ha. Bor bitta shunaqasi. Nozanin. O'zingizga bir savol bor aka. Aha. Real Madridmi, Barselonami? Ha, bizga faqat Barselona. Oh, ana. Real Madrid ancha zo'r-ku. Olib kel baqa. Hozir urib bilmoqman. Aka. O'zimiz ikkalamiz Barselonani muxlisimiz. Rostdan. Shunchaki sinab ko'rdik-da, qani? Bizga barsa. Yo, siz o'tiring. Ha, o'tiring. Bitta savollar bor edi. Ha. Ushalmagan orzungiz bormi, aka? Ushalmagan orzu? Ha. Bor bitta shunaqasi. Nozanin. U bilan 2 yil sevishdik. Ha. Ahdlashdik. Ha. Lekin bir martagina bir ro'ga Toshkentga borib kelganimcha yerga tegib ketdi. Xiyonatkor. Yomon bu. Siqilmang. Hozir uni ko'rib qolganingizda nima degan bo'ladi? Buyingda. Xiyonat. Hozir 2 ta bolasi bor. Kuni oldimdan bittasi chiqib, "Assalomu alaykum bobojon" dedi. Men uni rosa yaxshi ko'rardim. Siqilmang. O'tib ketadi. Yo, baribir. Bugun seni uzatamiz. Ish qilib tayyorsana, jo'ra. 100%. Kiyimlaring kiyib tayyor tur. Poygadan keyin Oydinni qo'l so'rashga boramiz. O'zimizjon. Qalay. Qani, qo'ling duoga och. Amin. Balodan, qazodan, qadardan, badardan hammasidan Xudo asrasin. Ketdik, bo'ldi. To'xta, qani duo o'qimadim. Kamadan, radardan, avnir, balonlar teshilib ketsin. Amin. Tayyormisizlar? Bu paytda boshqacha kiyingan qizlar chiqardi-yu. Sani kiyiming qani? Bunaqa kiyim kiyib kelsam, tushinglarga kirib chiqardim-da. Ey, ko'p gapirma, bo'ldi, zavada qil.
qoldi, oz qoldi. Davay, davay, davay! Oz qoldi. Davay, davay, davay! Seni formaya qani qo'lini so'rashga boramiz. Dalini ko'rsatdi. Nima bo'ldi? Yutqizib qo'ydilarmi? Asabni buzma. Xafa bo'lmaysan. Va'da ensingda Oydinni endi tinch qo'yasan. Erkak bitta gapiradi. Ha, bizni endi shofyor ozgina kuchliroq. Uni ota-bobosi shofyor o'tgan. Atak men ham haydasam seni yutib qo'yardim. Yo'qol! O'zi ham ancha o'tib ketdimi? Damini ko'p ketdi. Farsash. Bor. Tabriklashga kelgandi. Qizing? Hozir kelam. Tezroq qayt, qolib ketma. Hozir. Qachon men ham baxtim toparkanman. Nozi, Poygachi tabriklayman. rahmat. Qayerda eding? Men shu yerda kuzatib turdim. Ha. Men biluvdim siz yushingizni. Ayo'g'a. Ha, mayli, men magazinga chiqdim. Yaxshi qoling. Baribir boshqachasan dey Nozi. Ota! Hozir. Tinchlikmi, nima qilyapsan? Ha, tinchlik. Bugun ana Oydinni tug'ilgan kuni ekan. Agar xursand qilmoqchi bo'lsanglar, bugun ayni payt. Ha, bo'ldi. Bitta oyim chaqiryaptilar. Rahmat Nozima. Mayli, yoshli vaqtli bo'lsin. Ketdik. Ha, tinchlikmi, nima qilyapsan? Ha, tinchlik. Bugun ana Oydinni tug'ilgan kuni ekan. Agar xursand qilmoqchi bo'lsanglar, bugun ayni payt. Ha, bo'ldi. Bitta oyim chaqiryaptilar. Rahmat Nozima. Mayli, yoshli vaqtli bo'lsin. Ketdik. Ha. Sen bola meni aldab mashinani olib qochib ketding. Undan tashqari poyga o'ynagansan. Endi mendan 200 ming pul so'rayapsanmi? Aka, o'zim uchun emas, Botir og'aynim uchun. Qo'li sinib qoldi. Temir qo'yish kerak ekan. Boya yaxshi edi-ku. Ha, hozir bo'ldi, shu uchun uyga yugurib kelganman. Uydagilardan pul so'ramas ekan. Shu qo'l bilan yura olmaydi-yu baribir aka. Bo'pti. Ma 500 mingcha chiqadi. Qo'lini gips qildiringlar. Undan tashqari yaxshi vitaminli ovqatlar yesin. Tushundingmi? Xo'p aka, rahmat. To'xta. Men mashinani kaliti. Mashinada yuringlar, piyoda olib yurma. Rahmat aka. Mashinani ehtiyot qil. Xo'p. Olib chiqarmikan? Yo'q, bilmadim hatta. Bolalar, ketdikmi? Pul olib chiqdingmi? Ha, 500 ming oldim. Ma. Mashinada boramizmi? Bizga piyoda yurish yarashmaydi. Ketdik. Men tepada ketaymi? Orqada ketasan, yur. Bola, sen tepada ket. Botir. Ha? Ozgina hayajonlanmanman-da. Nimaga hayajonlanasan? Zo'r bo'ladi hammasi. Shamlarni yoqavering, bo'ldimi? Hammasi tayyormi? Ha, yoqur. Aytgancha chala qobizing qani sani? Ay, mana keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima aytamiz? Romantik bormi? Bo'ldi, hozir es qiladi. Ha? Oyog'ini qara.
Suyun nima bu? Garangmisan? Oyoq kiyimim bitta edi-da. Bo'pti. Tayyorlan, bo'ldi, boshlaymiz. Ketdi. Ayrıklar sevgilim, sözleri şekerim, dilimden düşmez hiç. Düğüm sen gazelim, boyinga sochayim, olamning gullari. Kel endi intizor, o'tmoqda kunlarim, go'zalim sen, go'zalim sen. Asalim sen, dünyada tengi yok sevgilim sen, güzelim sen, asalim sen, dünyada tengi yok sevgilim sen. Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Qayerdan bildingiz? Ha endi san tug'ilgan kuning unutib bo'ladimi? Tog'am, keting, buni ertaga tepalikda olaman. Ketinglar. Va qarshi bo'l. Qalisan? Yaxshi. Kecha tug'ilgan kundan keyin yomon bo'lib bo'ladimi? Menimcha u tug'ilgan kunni xursandchiligi bir oyga yetsa kerak. Oydin, senda bitta gapim bor edi. Qanaqa gap? Seni qattiq yaxshi ko'rib qolganman. Senga bog'lanib qoldim. Endi ketaman desang ham yo'l qo'ymayman. O'zi meni yaxshi ko'rasan? Ayt. He, yaxshi ko'raman. Voy onasini o'zi. Shunaqa ham baxtli bo'lamanmi? Faqat tog'am bilan gaplashib olishingiz kerak-da. Ha bo'ldi. Hozir borib gaplashaman. Sen meni sevsang, men seni sevsam, nima muammo? Ha, sen borib mehmonlarga dasturxon tayyorla. Hop, bo'pti. Botir! Botir! Sekinroq taqillat. Yangi darvoza olib berasanmi? Jo'ra yur ketdik. Xatga. Sovchilikka. Qilmagan bitta shu ishimiz qoldi. Suyun bor yo'q qolgan. Botir! Botir! Sekinroq taqillat. Yangi darvoza olib berasanmi? Jo'ra yur ketdik. Xatga. Sovchilikka. Qilmagan bitta shu ishimiz qoldi. Suyun bor yo'q qolgan. Jo'ra iltimos, tog'asi bilan bugun gaplashmasak bo'lmaydi. Akam bilan bor. Akamga tushuntirguncha bir kun vaqt o'tib ketadi. Keyin yo'q deydi. Yomon boshora bo'lding-da. Yur chiqo. Kiyimlaringni almashtirmaysan? Meni nima alishtiray? Sen kiyovsan ker. Yur. Shoh bo'lag'o. Nima gap? Hechmi? Yur, sovchilikka o'tib kelaylik. Suvchiligi? Sen xolasi bo'lasan, men ammasi. Yo'q, o'zlaring o'tib kelurlaring, men nima qilaman? Yur, ko'p gapirma. Bo'pti, kiyim almashtirib chiqay. Senga kim qaraydi? Yur. Shu ahvolni qara. Yur tez-tez. Chiroyli kiyinib kelsang o'lasanmi, Suyun? Yarsi falsi tutmaysanmi? Bular tugmasi ham yo'q mana buni. O'yna. Taqillatlaring. Taqillat. Sani qaynating-ku taqillat. Baqirma. Qasam san. San taqillat. Bugun chiqmasa kerak. Ha, kelinglar. Kim kerak? Tog'ang uydami? Ha, uyda nima edi? Gapimiz bor edi-da. Olib kiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tog'a? Xush kelibsizlar. Nima xizmat? Haligi biz anavi Shu opamni qo'limdan so'rab kelishibdi, tog'a. Yo'q. Biz Oydinni Shuhratga berib bo'ldik-ku. nima? Shuhratga berdik. Yaqinda to'y.
Mayli, unda uzr tog'a. O'tirsanglar bo'lardi. Keyin safar ichamiz. Ko'rdingmi? Yaxshiyam Shuhratga berganimiz. U aldir o'ldir qilaveradi. Shuhratjon toparman, tutarman. To'g'ri. Siz nima deysiz shu tog'a? Siz bizni baxtimizni o'ylaysiz. To'yni ham tezlashtirishimiz kerak. Yaxshi ishni cho'zishdan nima foyda? Shunday. Biz Oydinni Shuhratga berib bo'ldik-ku. Nima? Shuhratga berdik. Yaqinda to'y. Shuhratga berdik. Mayli, unda uzr tog'a. O'tirsanglar bo'lardi. Keyin safar ichamiz. Ko'rdingmi? U aldir o'ldir qilaveradi. Shuhratjon toparman, tutarman bola. To'g'ri. Siz nima deysiz shu tog'a? Siz bizni baxtimizni o'ylaysiz. To'yni ham tezlashtirishimiz kerak. Yaxshi ishni cho'zishdan nima foyda? Shunday. Shuhrat! Nima? O, sen ham erkakmisan, nima deganding? Aralashmayman deganding-ku. Men aralashganim yo'q. Ol qo'lingni. Tog'asi senga berar ekan. Nima senga beradi? Bor tog'asidan so'ra. Men qayoqdan bilaman? Biladi. Ya, assalomu alaykum bachcha. Tog'ang uydami? Uyda? Tavba. Ularga opamni bersa, nasab qiladi, bermasa ham. Ularni o'zim kontrol qilmasam bo'lmaydi. Yep, tog'a, hormang. Xush kelibsiz, kuyov bola. Keling. Nima gaplar? Shu to'yni tezlashtirsak degandim. Men ham shuni o'ylab turgandim. Qachon deysiz? Ertaga? Hali bizni hech narsamiz tayyor emas-ku. Ortiqcha xarajat qilib nima qilasiz? Tog'a, undan ko'ra meni hovlimda 4 ta stol ustunli qo'yib chotki qilib to'y o'tkazamiz. Hopizlar o'zimning o'rtoqlarim bo'lsa, Zakisga, Zokirda Volgasi keladi. Chotga retro to'y bo'ladi. Nima kerak ortiqcha xarajat, tog'a? Erta to'g'ri kelmaydi. Ertadan keyinga qilaylik. Nima deysiz? Bo'ladi. Bo'lmasa men tayyorgarligimni ko'ring. Kelin bolaga salom ayting, bo'ptimi, tog'a? Xo'p, choy qilamiz. Namuncha bu shoshiladi. Nima shunchalik opam chiroylimi? Bu yerda bir gap bor. Shuhrat aniq nimadir qilgan. Qilgan aniq, lekin isbotlamaysan-da. Toza bor gapirsang, Oydinga minus. Men qaragan, o'zingni bosgan bir ilojini qilamiz. Nimadir yo'li topilar? Yo, men o'zim bosa olmayman. Qat ketdi endi bu. Yum. Men qaragan, o'zingni bosgan bir ilojini qilamiz. Nimadir yo'li topilar? Yo, men o'zim bosa olmayman. Qat ketdi endi bu. Yum. Dunyodagi eng yaxshi opa nima qilyapsan? O'zim o'tiribman. Senga bitta yaxshi xabar bor. Qanaqa? Ertadan keyin sen to'ying. Nima? Hozir belgilashdi. Qanaqa to'y? Pochcham bilan tog'am gaplashdi hozir. To'ying kam chiqimgina shu qishloqda, hovlimizda shu retrocha to'y bo'lardi. Men hali tayyor emasman. Oydin! Sen jinnimisan? Men Janis yaxshi ko'raman. Men senga erga berib bo'ldim uni dedim. Janis ko'nglichi. Yo, u bilan umuman ishingiz yo'qmi? Tog'amga baqiraman, bola qol uyingga. Bo'ldi. Yuh. Ko'rdingmi ahvolni? Qo'ni-qo'shnilarda oldida sharmanda bo'ldingda. Tog'a, to'yni boshlavering, opam ham tayyor. Bugun seni
uzatamiz, uzatamiz. Yig'lama qiz, yig'lama qiz, yig'lama qiz. Sal o'zingni bosgan Suyun. Bosdim jo'ra, bosdim. Hammasi yaxshi bo'ladi. U meni yaxshi ko'rmaydi. Sal o'zingni bosgan Suyun. Bosdim jo'ra, bosdim. Hammasi yaxshi bo'ladi. U meni yaxshi ko'rmaydi. Sen jinni bo'lib qolsan, tupoymisan, ha? Yaxshi ko'rganda sevgisi uchun kurashardi. To'yga o'zi rozi, tog'asi rozi. Hamma rozi. Agar u sevgisi uchun kurashganda, men hamma narsaga tayyor edim. Lekin u yo'q. To'xta, Suyun. Suyun. Botir, Suyunni hali bu ahvolda ko'rmagandim bor-ku. Eshitdinglarmi? Nimani? Oydinning to'yi ertadan keyinga belgilanibdi. Ana Shuhratda to'chla nimadir gap bor-da. O'sha qilib yotibdi. Nima bo'lyapti o'zi? Kasha bo'lib yotibdi. Botir, Suyunni bu ahvolda qoldira olmaymiz. O'zini o'zi bir nima qilib qo'yadi. Mani dugonam nima qilsin? O'zi sevmagan, yaxshi ko'rmagan odam bilan qanday yashaydi? Yana o'zi sevgan odam bilan bitta qishloqda. Bitta tog'asini gapi uchun ikkita odam butun umr baxtsiz yashaydimi? Nimadir qilish kerak lekin. Bitta yo'li bor. Nima? Olib qochib ketamiz. Jinnimisan? Ha, Suyun yashab ketaveradi, Oydinchi. Botir aka, siz ham tushuning, odamlarning gapi o'tib ketadi. Agar Oydin o'sha Shuhratiga erga tegsa, bir umr baxtsiz bo'ladi. To'g'ri, Botir, biz nimadir qilishimiz kerak. Indamay tura olmaymiz. Salla hozir to'yxonadan kelinni o'g'irlamoqchimisan-la? Ha, o'g'irlaymiz. O'g'irlaganda ham hech kim bilmaydigan qilib o'g'irlaymiz. Menda zo'r plan bor. Ketdik. Kino ko'ryapman. Yur. Egilib mag'rur qaddim, otdan tushsa omadim, unutma muhabbatim, meni doim eslab yur. Egilib mag'rur qaddim, otdan tushsa omadim, unutma muhabbatim, meni doim eslab yur. Qushroq edi ko'nglimiz, gulbog' edi ko'nglimiz, begonamiz endi biz, meni doim eslab yur. Egilib mag'rur qaddim, otdan tushsa omadim, unutma muhabbatim, meni doim eslab yur. Suyun. Ochmayapti-yu. O'zimiz hal qilamiz, ketdik. Yur. Oydin, Salom. opang uydami? Opam ichkarida, lekin ko'chaga chiqmaydi. Gapingiz bo'lsa, ichkariga kirib gapiring. Mayli. Oydin, yaxshimisan? Keyin o'zima Yaxshimisan, Oydin? yomonman Nozima. Juda yomonman. Ko'rding-ku, hammasi boshqacha bo'lib ketdi. Yaxshi bo'ladi, o'ylama. Ahvolni qara. Ukam bilan tog'amni ham qaragin, ostona hatlab ko'chaga chiqarishmayapti. Ular seni baxtingni o'ylashmayapti. Agar seni baxtingni o'ylashganda, o'sha insonga seni erga bermasdi. Shu inson bilan baxtli bo'laman deb o'ylaysanmi? Ko'zing yetadimi? Unda nima qilay? Qochib ket. Shuni to'g'ri deb bilasanmi? Eng to'g'risi shu. Qanaqa qilib qochib ketaman unda? Bu yog'ini menga qo'yib ber.
Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Bugun sizlarga Toshkentdan kelgan xushovoz xonanda Ramziddin Shoymardonov kuylaydi. Marhamat, qarshi oling. Bugün seni uzatamayız, yığlamadı. Çımıldıktan moralamay birim bular yar yar Gelinligin şuning bilan shirin bular yar yar Endigi navbatni yana bir xushovoz xonanda Xurshidbek Zokirovga beramiz. Suyu qattiq ekan. O'tir. Suyun. Suyun. Men keldim. Seni leylim hecrinde tulg'anim. To'yingdan qochib keldingmi? O'tir. Kiyiming alishib qolganmi? Yuzingni ochdi. Yuzingni och. Och yuzingni! Sevging uchun kurashding. Rostdan ham sevarkansan, ha? Shoh, Ha? Shuhratga yotdi. Suyun! Shuhratga yotdi. Hammasi tugadi. Hech nima tugamadi. Demak, hali davom bor. Hayda Shoh. Seni leylim hecrinde tulg'anim.